95 yo'q. Afg'onistonga kelsanglar hech qachon 95 quymaylar. Sababi 95 ichida dizel bo'lar ekan. 92 benzin bo'lar ekan bo'ladi faqat. Bir xil zapravkalar 92 ni 85 ga aralashtirib quyib yuboradi. Ehtiyot bo'linglar. Yaxshi joydan quyinglar. Yo'q, mana mana zapravkada shunaqa qilganda, yashil zapravka. Bunda ishlar. So'rab quyinglar. 95. 95 quydik. Qattiq quydik. Sen do'konga kirib, shopping qilib chiqqaningda 95 quydim-ku, ha? 95 benzin bormi ichida? Ha, 95 quydim. Bo'l, dizel ham borda ichida, ehtiyot bo'laveringlar. Yomon yedirdi lekin. Aldaysan ku Sardor bo'lib. Hozir benzin quydirdi-da. Короче, 15 ta quyish kerak edi. Hech qancha quymadi. Quymadi endi benzin quymadi endi talashdi. Keyin 3,5 litr quydi, shu 3,5 litr quydi, to'g'rimi? Shu bilan faqat. 10 taga gapga chayvon. Ehtiyot bo'linglar. Yolg'on anaqa ham bor ekan bu yerda. Benzinda ehtiyot bo'linglar. Hozir bizani masalan aldavorish. Dizel quyib qo'yganda. Ha, buni lekin u shunaqa deyapti, lekin 95 quydi. Lekin narxi bir xil edi. 95 desam ham 64 dedi. Yo'lda ketayotganimizda eslarga 90 ketsa 92 oldi. Ha. 92 dan boshqa benzin yo'q ekan hozircha bu yerda Afg'onistonda. O'shanga ehtiyot bo'linglar. Mana bir xil zapravkalarda 95 ichida dizel bo'lar ekan, dizel. 92 benzin bo'lar ekan. Dizelda ham petrol ho. Dizelda ham 01, 02, 03, 05 degan narsa bor. Super degan bir narsa bor. 95 di. Dizel 95 shu uchun. Ko'rdinglarmi? Ehtiyot bo'linglar benzin quyayotganinglarda. Dizel quyib qo'ymanglar adashib. 92 dan yaxshisini quydirmasanglar, ichiga 85 aralashtirib ekan. Hamma zapravkadan ham benzin quymaydi. Tega keyin mashinalarni remont qilishinglar, Afg'onistonda qolib ketishinglar mumkin. Men ko'rasizlar, qayerga ketyapmiz? Tunnel kirib ketyapmiz. Svet yo'q-ku tunnelda umuman. Qop-qorong'i. Oxiri nima bo'lar ekan? Voy! Qo'shina kelyapti! Gradus qaranglar, 15 gradus. Voy, kurtka olganimda afsuslandim. Ko'tarib yuramanmi, bekordan bekorga deb. Videolar ham nima qilasan deyshuvdi. Qaranglar. Hamma yoq qor, mashalloh. Havoni qaranglar, shunaqa salqin. Afg'oniston tabiati bor, qish ham bor ekan, yoz ham, bahor ham bor ekan. Yana tunnelga kirib ketyapmiz. Qaranglar. Qanaqa qo'yilgan, mana bu toshlar tushib ketmasligi uchun mana shunaqa tunnel qilingan. Ko'rasizlar tunnelni? Va orqamda to'lan ko'rasizlarmi? Xudo ko'rsatmasin, tushsa shunda ustimizga tushadi toshlar. Qaranglar. Subhanalloh. Perevaldan tushyapmiz. Qaranglar. Ko'rasizlarmi? Keskin afg'on qilmang, akkuratni. Davay, hayda. O'rgatishyapti. Bunaqa tepaliklarda qanaqa tushish kerak, a? Elektronikdan ko'rasizlar. Tunnellar ko'rasizlarmi? Tunnellar nimaga qilingan? Qaranglar, yaqinlashtiraman. Ko'rasizlar, tog'dan toshlar tushib keladi. Mashinalarning xavfsizligi uchun. Deb toza yurmasligi uchun yo'lda qatnov qismida mashinalar to'xtab qolmasligi uchun mana shunaqa tunnellar qilingan. Qaranglar. Zo'r ideyasi. Teshuv namda havo aylanish uchun. O'yga qilamiz mashinani. Qaranglar, qorni suvni yuvamiz. O'yga qolamiz mashinalarni. Ketdi. Voy, qaranglar. Qorni suvda mashinani yuvib oldi, ustidagi changlarni. Endi ketamiz. Bu yerdan chiqolmayman. Atrofga qaranglar. Yugurtirishyapti-yu. Videoga olishdan qiyin, kelib bitta like bosib qo'yingizlar bo'lmaydi. Ochvor.
Olib ketdi. Voy, endi qo'lda ketamanmi? Qo'l ketdi-yu. Oyna ochiq qolib ketibdi. Mana sharsalarni ko'ryapsizlarmi? Hozir yo'lda davom etyapmiz. Kobulga ketayotganimizda mana ko'ryapsizlar, Perevalda zo'r sharsara bor ekan. Mashalloh, sharsalarni qaranglar chiroyliligini. Voy. Shunaqa zo'r ekan sharsara bor. Bitta like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Muzdek havo kelyapti. Bu oddiy suv emas ekan. Qaranglar, tog'dan tushayotgan suvni hozir sizlarga ko'rsataman. Qaranglar, ichida qanaqadir metallar bor, ko'rasizlar? Tillami, kumushmi, nima bu yaltirab turibdi. Hozir shunga ahamiyat qoldim. Yana yo'lda davom etamiz. Kuzatib tursanglar, Xudo xolasa, chiroyli joylarni ko'rsatamiz. Ham tog'larni qaranglar. Afg'oniston tog'lari nasıl chiroyli ekan lekin. Ko'rasizlar? Mana mashinadan ko'ryapsizlarmi? Jaldan tushib ketibdi bori. Tushib yonib ketgan. Qarang, yonib ketgan. 3240 metr balandlikdamiz. 3300 dan qaytdik. Gradusni qaranglar. 12 gradus. Toshkentda hozir 50 gradus bo'lsa kerak. 40 bo'lsa kerak jamimiz. Asfaltdan boshiga. Oy, to'xtayapsiz. Bitta yo'lda shunaqa chang, to'pol. Qaranglar. Asfalt bo'lmagan joylarda mana shunaqa bo'lib ketadi. Yo'l umuman ko'rinmayapti, ko'rasizlar. Chang yotibdi. Afg'onistonliklar mana shunaqa uylarda turadi, ko'rasizlar. Bu Afg'onistonning qishloq joylari. Perevaldan tushyapmiz. Yo'llarni qarang. Aka xursand bo'lyapti, ovqatlanamiz. Afg'onistonda marojnisi bo'ladi bu. Marojni ustidan qaymoq quyiladi. Bu tabiiy marojni, to'g'rimi? Hozir tayyorlab berishini ko'rsataman sizlarga. Qaymoqmi? Nene, Şey? Ha, bu yoqda mana tayyorlashyapti. Qaymoq bu. Qaymoq. Qani yeb ko'r o'rtoq. Olsam? Ha, olma. Bismillah. Plambirga o'xshagan? Yo'q, vashi boshqacha mazasi. Mana qish qaraydi. U gapirar ekanmi? Ha? gapiradi. Gapirar ekanmi? Gapirar ekan. Nima deykan? Abi, bu nima derdi? Aka, gapirtirsizlar bitta qani? Gapirmaydi. Ha. Faqat shundoq egasiga qo'l ursangiz, sizga yopishadi. Qani? Voy, yomon qo'rqlik ekan, bor, bunaqasini ko'rmaganman. Ha, qarang. Qo'lingiz tekkizing. Amakiga. Shahraniki ekan bu. Hoji Jamil, kada Jumoyl-ki bu. Voy, ushtishyapti, ha. Amakiga tegsa, cho'qtashidi. Qo'lingiz og'rimadimi? Og'rimadimi qo'lingiz? Охрана ekan mana. Voy, obor ko'rgan qo'lingiz. Yaqinlashtiring. Ko'rasan. Ko'rdingmi? Qarashi qarang. Assalomu alaykum. Afg'onistonda mo'ykani narxi nechi pul? Narxini aytsam, hozir hayron bo'lib qolasizlar. Bu narx ichiga nimalar kiradi? Qaranglar. Birinchi polniy kartur uradi, keyin pena sepadi, ishqalab, yana kartur urib, yana ishqalaydi, pena sepib, keyin oxirida xullas 3 marta kartur uradi. Mana shu mo'yka, polniy mo'yka, ichlarini ham yuberishi bilan 38.000 so'm bo'lar ekan. Keling, narxini qaranglar, shikalatligini. Toshkentda bunaqa narxga mo'yka yo'q-ku, to'g'rimi? Eng kami 80.000, 100.000 dan boshlanadi. Bu videoni mashinasi bor yaqinlarga tez jo'natib qo'yinglar. Afg'onistonda mo'ykalar narxi shunaqa ekan. Hozir gruppamiz bilan mana
Dam o'tirib turibmiz. Qobul shahriga yetib keldik. Xudo xolisa safarimiz davom etyapti. Like bosib kuzatib tursanglar, bundan ham zo'r interesli narsalarni chiqarib beramiz. Kommentariyga fikrlarni yozib, obuna bo'lib qo'ying.